Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. Muqaddima. Innal hamdalillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Sünen Nesai 1589 numaralı hadistin. Barlıq hamd sana Allah xastır. Allah'a hamd sana aytimiz. Allah'tan yardım tileyimiz. Allah'tan günahlarımızı kechirim qilishini tileyimiz. Allah'a sığınıp nefsimizden şerrinden, amellerimizden yamanlıqıdan panah tileyimiz. Allah hidayet kılgan adamni hiç kişi azdıralmaydı. Allah azdırgan, yani haqqni körüp mü qabul qılmagan fasık adamni hiç kişi hidayet kılalmaydı. Ve guvalıq bermen ki Allah'tan başka ibadet layık hiç ilah yoktur. Ve yani guvalıq bermen ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Ey müminler! Allah'a layık revişte takvadarlık kılınlar. Fakat musulmanlık altınla bilenle vefat bulunlar. Sure Ali İmran 102. ayet. Ey insanlar! Sileni bir insandın, yani Adem aleyhisselam'dan yaratkan, şu insandan, yani öz cinsidin özünün cüptini, yani Havva'nı yaratkan ve uladın, yani Adem bilen Havva'dın nurgun ayallarını yaratkan Rabbinladın korkunlar. Birbirinladın nersi soraganda namı bilen soraydıgan Allah'tan korkunlar. Sil rahimini üzüp koyuştun saklanınlar. Allah hakikaten sileni, yani bütün ahvalınlarını küzüp turguçudur. Sure Nisa 1. ayet. Ey müminler! Allah'tan korkunlar. Doğru sözünü kılınlar. Allah silenin amellerinlarını tüzeydi. Yani sileni yakşı amellerge muvaffak kılıdı. Günahlarınlarını mağfiret kılıdı. Kimi ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kıysa zor muvaffakiyet kazangan boludu. Sure Ahzab 70-71. ayetleri. Şunun keyin çokum ki sözünün en yaxşısı Allah'ın kitabıdır. Yolunun en yaxşısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlanın en ziyanlıqı dinge koşulgan yeniliklardır. Dinge koşulgan barlık yeniliklar bid'attir. Barlık bid'at azgınlıktır. Barlık azgınlık devzaktıdır. Ata-analar ve ma'arifçilağa tavsiye. Hakiki muarifning nişanı. Hakiki muarif birovning ilmini aşırıp öz diniga bo'lgan tushanchisini yaxshilaydigan muarifdir. Hakiki muarif shaxsga o'zining yaratilishidagi hikmetni ve onun bu hayotdagi rolini texmi yaxshi tanıtıdı. Hakiki muarif shaxsning qalbida haq bilan botilni ayiradigan kuchlik e'tiqod, uni haqqa bo'ysunib batıldan kaçışkı mecburlaydıgan güçlük iman şekillendirdi. Hakiki muarif cemiyetinin tahirsiz ihtiyacıdır. O tunci avlat musulmanlar erişkendek muvaffakiyet ve izzet hürmetke erişinin aldın şartıdır. Günümüzdeki İslami dersliklerdeki hatalıklar, yuqorqidek nishonlarga ega bo'lgan haqiqiy muarifning musulmonlar orasida asosan yo'qolib ketganligini ko'rish haqiqatan ichinishlidir.
bu sohaga boshlamchilik qilayotganlarning ko'pinchasida to'g'ri islomik bilim va ongsaviya nihoyat kamchildir. Ularning qalbida ular import qilingan islomiy kimlikni ig'ir darajada burmalaydigan bir talay muarif nazariyalari bilan to'ldirmoqchi bo'lgan bo'shliq mavjud. Darvaqa hozirgi mavjud bo'lgan islomiy darsliklarga va bolalar o'qishlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ro'shan bir masalani bayqag'ili bo'ladi. İslomiy bolalar muarifida to'g'ri usul va materialni tanlashda ig'ir qalaymaqonchiliklar bor. Biz nurg'un islomiy bolalar kitoblarining temalarining sehrgarlik va xurofiylik, batil aqida va odatlar, tarixiy yolg'onchilik va tuhmatlar, kishini bizar qiladigan o'y fikr yoki İslam diniga zid bo'lgan diniy yoki iddiyaviy e'tiqod bilan niqoblangan tashabbuslarni cho'ridiganligini bayqaymiz. İxtiloflarni hal qilish. Mana shular bizning so'yimlik yoshlarimizga atab mavjud yetersizliklarni to'liqlaydigan va mavjud ixtiloflarni hal qiladigan kitoblarni yozishimizga turtki bo'ldi. Başka neşr buyumlarımızdakiga o'xshash, biz bu kitoblardami Allah subhanahu va taoloning kitobi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati va haqiqiy islom ulamolarining to'g'ri tushunchasidan iborat sahih manbalarni asos qilamiz. Biz bu kitoblarda oddiy til ishlatamiz va hukmlarni tushunishga qulay, oddiy usulda ifodalaymiz. Shundaqla bu jarayonda mazmun doirasining to'g'riliqi yoki ko'lamiga ta'sir yetkazmaymiz. Shu vajidan bu kitoblarni boshlang'ich va o'rta maktablarda darslik qilishga to'limi mos keladi. Undan boshqa ularning o'zgacha lohilanishi va nurg'un mashq savollari ularni foydali bilim ilish ve özleştiriş mənbəsiga aylandırdı. Qolaylaştırılgan iman düşüncesi. Qolaylaştırılgan iman düşüncesi temisideki yürüşlük oquşluqla Cibril aleyhisselam hadiside tilg'i ilingan imanның 6 rukuni, yani türkini öz içige alıdığan bolup, şulağa çetişlik bazı mazmunlarmu tafsili bayan kılıngan. Mezkur eser Kur'an ve sünnetten tallangan sahih delillerin asas kıygan. Bu yürüşlük okuşlukla imanның tövendeki 6 rukunini ve ulağa alakadar bazı mezmunlarını öz içige alıdı. Birinci, Allah'a işiniş. İkinci, periştilerge işiniş. Üçüncü, Allah'ın kitaplarına ve Kur'an'a işiniş. Dördüncü, Allah'ın peygamberlerine işiniş. Beşinci, ahiret günüge işiniş. Altıncı, Allah'ın takdiri, yani kaderge işiniş. Ügünüşke ve hukumlarını düşünüşke kolaylık yaratish uchun yürüşlük oquşluqlarning içindeki her bir kitap, bab, bölek ve paragraflarga ayrılgan. Onundan başka her bir bab şu hukumlarını ta'kidlaydigan, takrorlaydigan mashqlarni o'z ichiga oladi. Shu sabablik qolaylaştırılgan iman tushunchasi yurishlik o'qishliqlari maktab va shaxslar uchun ishonchlik, zarur o'rganish materiali manbasi bo'la oladi. Birinci bab imanның rukun, yani törükleri. İmaretning törükleri. Qadrlik o'qirman, shuni bilishiniz kerakki, imonga aloqador ba'zi masalalar shu qadar muhimki, uni har bir musulmon cho'qim bilish kerak va uningga haqiqiy ishonish kerak.
Büyük imoratlarning ularni terib turadigan türükleri bo'ladi. Agar türükler bo'lmasa, imorat g'ulab tushadi. Shu vajidan türük bir imorat uchun eng muhim bo'lakdir. Shuningdek, dinimizning mu türükleri bor. Uningda iymonning va islomning türükleri bor. İman, e'tiqod yoki aqidani ko'rsatadi. İslam diniga to'liq e'tiqod qilish uchun iymonning türüklarini hazırlash shart. İmanning türüki 6, İslamning türüki 5. Ular her bir musulmon qilishga tegishlik eng muhim ishlardir. Bu ikkilisi Cibril hadisi nam bilen meşhur bo'lgan muhim hadisda tilga ilingan. Ömer radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın katta sahabisidir. O Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen her daim birga yuradi. Ömer radıyallahu anhu bizge o'zi ve başka sahabeler Medine'deki Peygamber mescidide Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen birga o'ltirganda yuz bergan alohida bir voqeani bayon qilib bergan. Natonish odam tuyuqsizla Masjidi Nabaviyga natonish bir kishi kirib keldi. U kelishgan, üstü beshi xushpuroq purab turadi. Uning kiyimlari oppoq, choch soqollari qop-qora edi. O devirlerde seferden kelganlarning üstü beşini çang tozan qaplab, tolumu hargın görünetdi. Ama bu kişinin üstü beşi pak-pakiz, chiroyli edi. O seferden emdili kelgan odamga o'xshamaydi. Lekin bu odam boshqa joydan kelgan yo'lovchi bo'lmagan taqdirda sahobalarning hech qaysimi uni taniydigandek qilmaydi. Bu natonish odam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a yüzlenip durup "Esselamu aleykum ey Muhammed" dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun salamıga cevap qaytırdı. Ey odam, sana yaqinroq kelsam bo'lamdi ey Muhammed deb so'radi. Resulullah aleyhissalatu vesselam yaqinroq kel dedi. Natonish odam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a yaqinlashdi. Andın o yana yaqinlashishga ijozat so'radi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onunla ruhsat berdi. O ta ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ның uduluğu kelgenge kadar bu talabni bir qancha qitim takrorladi. Andın o Resulullah aleyhissalatu vesselam'a yüzlengen halda yerde o'ltirdi. Onun tizi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ның tiziga tegib turadi. O qo'llarini Resulullah aleyhissalatu vesselam'ның yo'tisiga qo'ygan edi. Sahabeler bu natonish kishining Resulullah aleyhissalatu vesselam'ga xuddi ko'na tonishlardek qilgan muomalasiga hayron bo'ldi. İslamning türükleri. Natonish kishi: "Ey Muhammed, bana İslamdan xabar bergin" degan. Resulullah aleyhissalatu vesselam javoban shundoq degan. İslam degan birinchidan Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yok. Muhammed Allah'ın elçisi deb guvohlik berishing. İkinci, 5 vaqt namoz o'qishing. Uchinchi, zakat berishing. To'rtinchi, Ramazon ro'zasini tutishing. Beshinchi, haramga berishga qodir bo'la olsang, haj qilishingdir. Natonish odam: "Agar men mushularni qilsam, musulmon bo'lamdim?" deb so'ragan. Resulullah aleyhissalatu vesselam shundoq degan. Natonish odam: "Rost aytding" degan. Sahabeler onun o'zi savol so'rab, javobini o'zi tasdiqlaganligiga hayron bo'lishgan. İmanning türükleri. Andın natonish odam: "Bana imandan xabar bergin" degan. Resulullah aleyhissalatu vesselam javoban mundaq degan.
İman degan sening Allohga, uning farishtalariga, uning kitoblariga, uning payg'ambarlariga, oxiratga va yaxshilik va yomonlikning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga qat'iy ishonishingdir. Natonish kishi agar men mushularni qilsam mu'min bo'lamdim deb so'ragan. Rasululloh alayhisolatu vassalam shundoq deb javob bergan. Natonish odam rost aytding degan. Ihson. Andın natonish odam bana ihsondan xabar bergin degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam javoban mundoq degan. İhsan degan Allohga xuddi Allohni ko'rib turgandek holatda ibodat qilishingdir. Gerçi sen Allohni ko'rolmasangmi, Alloh seni ham hech ko'rib turdi degan. Natonish odam rost aytding degan. Qiyomatning vaqti. Andın natonish odam bana qiyomatning qachon bo'ladiganligini aytib bergin degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam javoban so'ralg'uchi so'rg'uchidan olim emas degan. Natonish odam bana uning ba'zi alomatlarini aytib bergin deganda Rasululloh alayhisolatu vassalam javoban didek öz xo'jayinini tuqqanda yalang oyoq, yalang tush, kambag'al podsholar cho'ng binolarni silish bilan faxrlanganda qiyomat yaqinlashgan bo'ladi degan. Natonish kishi zodi kim? Bu dialogdan keyin natonish odam hayol shimayla ketib qolgan. Rasululloh alayhisolatu vassalam birdam sukutda turgandan keyin uni menga qaytirib kelinglar degan. Bir qancha sahoba uni izlab chiqib ketgan bo'lsa-mu, hech yerdan topolmagan. Rasululloh alayhisolatu vassalam uzun so'zilgan sukutdan keyin Ömer radıyallahu anhuga "Ey Ömer, sual so'rg'ichining kimligini bilamsan?" degan. Ömer radıyallahu anhu Allah ve Allah'ның Rasuli texami yaxshi biladi degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam u Jibril bo'ladi. U sizlarga dininglarni o'rgatish uchun kelgan. Şuna onundan ügününla degan. Rasululloh alayhisolatu vassalam yana jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki bu mening uni tunji qitim toniy olmay qilishimdir. Men faqat u ketgandan keyin andin uni toniy oldim degan. Bu İmam Buxoriy ve İmam Muslim, Ömer radıyallahu anhu, Abu Hurayra radıyallahu anhu ve başka sahabelerden toplagan hadislerinin cüqlanmasıdır. İmanın 6 türü ki, biz Cibril aleyhisselamның hadisinden imanın 6 türü ki bağlılığını bilip aldık. Allah'a iman etiş, Allah'ның farishtalariga iman etiş, Allah'ның kitaplarına iman etiş, Allah'ның peygamberlerine iman etiş, ahiretke iman etiş, takdirge, yaxşılık ve yamanlıkның birdek Allah'ның iradesi bilen bo'ladiganligiga iman etiş. Biz bularning hammasiga iman etishimiz kerak. Allah ularning ko'p qismini tuvendagi oyatlarda bayon qilgan. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tercümesi Peygamber Rabbi tarafından onun nazil kılınan kitapka iman keltirdi. Müminlermi iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga ve Allah'ның farishtalariga, kitoblarga ve peygamberlerge iman keltirdi. Sure Baqara 285. ayet. Sure Baqara
177 oyatida tarjimasi sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish yaxshi amalga kirdi. Sura Baqara 177 oyat. Agar kimiki bu türük, ya'ni rukunlardan ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmasa, albatta u haqiqiy mu'min bo'lolmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo shunday degan. Tarjimasi: kimiki Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'an bo'ladi. Sura Nisa 136 oyat.